Birinchi o'rinda deputat degan savollar berdi bular. Ularga o'zimni izohim bermoqchi edim. Bular faqatgina boshqacha izoh berdilar. Hokimiyat, davlat hokimiyati 3 ga bo'linadi-da. Qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyat. Xalq deputatlarga taklif beradi. Keyin Oliy Majlis unda qonun ishlab chiqaradi. Keyin ijro hokimiyatiga beriladi. Ijro hokimiyati uni bajarishi uni vazifasi. Keyin agar u bajarilmasa sud hokimiyatiga o'tadi-da, nimaga sen bajarmading deydi. Lekin xalq tushunadiki, deputat bu hokim. U men aytganimni har birini qilib berish kerak deb tushunadi. Bu noto'g'ri tushuncha. Bu noto'g'ri tushuncha. Deputat bu sizni taklifingizni Oliy Majlisga olib chiqadi. Vakil. Vakil. Xalq vakili. Lekin u bajara olmaydi u narsani. Ijrochilik bajarmasligi mumkin-da. Va ijrochilik unga bo'ysunmaydi. Lekin mana islohotlar bo'lyaptiki, deputatga nazorat, ijrochilik nazorati degan narsa qo'yildi. Ya'ni u hududga boradi, hokim yoki asfalt qiladigan odamdan so'raydi, nimaga qilmayapsan deb xat yuboradi. O'shanaqa darajaga yetdi. Ta'sir kuchi bor.